Yashash joyimiz, hovlimiz, ya'ni uyimiz ozgina ta'mirtalab bo'lib qolganda. Asli poydevori yo'q hisobida. Shu orqa tomoni taylab yurganlikda 2 kami bo'lsa 3 sm yoriq, tashqari ko'rinadi. Shu sababdan biz ancha yillardan men yashab qo'rquvda, xudo qulab ketmasin, sharmanda qilma deb hadiksirab yashadik. Mana endi muhtaram prezidentimiz O'zbekiston xalqi uchun juda ko'p qarorlar, farmonlar chiqaryapti. Xalqni yaxshi yashashi uchun. Mana qarang, tibbiyotda aytasizmi, yo'l qurilishini aytasizmi, chorvachilikda hammasiga e'tibor beryapti. Shu jumladan endi mana nogironligi bor, ayollar daftarida turgan, kam ta'minlangan oilalarga juda katta e'tibor berib yordam qilyapti. Mana endi Xudoning nazari tushdimi? Ish qilib bizning oilamizga ham shuning shamoli keldi. Xudo xolasa birinchi kelganingizda siz qanday ahvolda edi-ku, hozir mana o'tirgan joyimiz ko'rsamiz bir havas qiladigan. Meni o'zim minnatdorchilik bildirib, yana prezidentimizga, sizlarga bunun asl sababi sizdan boshlandi, nazoratga oldingiz. Mana Jo'raqul har kuni shu yerda ustalarga qaratib, nima kam bu, tezroq bu, yaxshi qil. Xudo xolasa ko'ngillardan ziyod bo'ldi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bizga o'xshagan oilalar rivojlanib, mana shunday minnatdor bo'lsin xalqimiz. Davlatimiz xodimlaridan, rahbarlaridan, prezidentdan har doim endi kayfiyat olib bo'lib yurish kerak. Osmonimiz musaffo bo'lib yursin. Shu bizning niyatimiz haqida. Sizlarga rahmat, ota-onalarga ham, hammalaringizga rahmat. Mana kadastringiz ham chiqdi, mana kadastringiz. Uy bitta, mana kadastr bo'ldi. Endi buyog'i 35 yillikka, mana buyog'i bayramimiz, bayramlar cheklanib qoladi. Xudo rozi bo'lsin. Xudo rozi bo'lsin. Endi bu narsalarni yana takrorlayman, hech bir kutmagan narsalar. Nargiz opa, mana Navro'za suyuni xususiy korxonasi ekan. Boyagina endi mana soliq hisobotlarida ham ko'rinyapti sizniki, mana buyruqingiz korxonada buyruq chiqqan. Endi bemalol ertaga Sizlarga shukr, rahmat. Bemalol endi borib mana shu yerda rasman ishchisiz. Norasmiy emas, rasman ishchisiz. Boyaga olayotgan olingiz ham nasibingiz ko'rinadi. Erta qulay bo'ldi. Kredit olaman desangiz ham, boshdan saqlaman desangiz, nafaqaga chiqaman desangiz hammasi ko'rinib turadi.